Hozir men sizga ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin sizni yuzda bo'lishi kerak bo'lgan top 3 ta mahsulotni aytib o'taman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Birinchisi mana shu Unidaily Oxspring'i bo'ladi. Hozir bitta sizlarga ochib ko'rsataman, qarang. Mana ichi yumshoq, usti dag'al bo'ladi. Har xil yuzalarni tozalab ketadi. Bitta suvga tiqib olasizlar, любой joy tozalab ketadi. Bitta uyga borib qo'ysanglar, keyin ham sizlarni albatta duo qilib yuradilar. Kalgon haqiqiy klassika. Bu sizlarning uylarda nimaga albatta bo'lishi kerak? Kirmochdan ichiga har 15 kunda o'zi kir yomon yig'iladi. Shu kirlarni tozalab tashlash uchun, kirmochdan hid chiqmasligi uchun juda zo'r narsa. Ichida 15 ta bo'ladi. Yarko-marketda albatta bor, xarid qilsanglar bo'ladi. Keyin обязательно mana shu Velida mikrofibrasi siz yuzda bo'lishi kerak. 6 oyga yetadi bittasi. Buni 60 gradus suvda yuvorasida bitta tozalagandan keyin suvda kirmochdan ham yuvsanglar bo'ladi 60 gradusligida. Hammom, hojatxona, oshxona va yotoqxonaga mo'ljallangan. O'zi buni hammasining instruksiyasi albatta orqasida bor. Ishlatib olsanglar agar bittani qilib ko'ringlar, o'qib ko'ringlar. Mana shundan ham qo'shib ketmoqchiman videoga. Bu sizlarga qanaqadir foydali bonus. Narxi olmaysizlar, lekin juda ko'p narsadan zarar o'zi. Gugurtda ham olib yuravermaysizlar. Bonus zapaskalar bilan bor Yarko-marketda. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Bizga obuna bo'lishingizdan chiqarmanglar. Eng foydalilari har oldinda.